ikkinchi qahramonimizni mashhur xonanda keldik. Qanaqa reaksiya qiladilar deb o'ylayapsizlar? Nima deb o'ylayapsiz? Bilasiz, keyingi odamni uyiga kelyapmiz. U kim? Toping. Assalomu alaykum, bratim. Beshigingizga qo'chqorday o'g'il bersin beshigingizga. Bir yonda kunda ro'za bo'ladi. Chiqara qoling milsim pulli bog'i bor, bog'ida anori bor, anorini ichida shaqir pullar bor. Oqning otamiz, bog'araga so'raygan otamiz, milsim biz ketamiz. Ana shunga keldik. Ke? Nima gap yetmas tashlaga kelamiz. Davom ettiramiz. Xo'sh, Umidaxon uyiga keldik, Ramazonni etdik. Ramazonni etganimizga bizga Umidaxonni xonadonidan har birimizga 100 ming so'mdan Ramazon puli berishdi. Va uni qaytarib berdik. Umid bildirmasdan kelasizlarmi? kutmaganmiz. Borib menga qarang. Keyingi qahramonimiz kim bo'lsin? Kommentga yozib ketinglar va adresini olib beringlar.